Reflik fur olaman deb qidirib yurganlar bo'lsa, mana bugun xuddi shunaqasi sotuvga qo'yildi. Volvo Euro 5 Smith Ref bilan birgalikda sotilyapti akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, 38560 dollar deb aytilyapti, ya'ni kelishiladigan joylari bor. Tigach 2007-yilda ishlab chiqarilgan 400 ot kuchga ega 6 tali mexanika korobkada. Salon ichki holatlarini ham videoda ko'rsatib o'tkaman. Ko'rsangiz bo'ladi, yaxshi holatda turibdi. Hop, baklari bu tomonda 750 litrli bak, u tomonda 450 litrli bak bilan jihozlangan. AdBlue sistemalari uzdirib qo'yilgan, hech qanday kamchilik yo'q, motor qildirib qo'yilgan, moy rasxod qilmaydi deb egalari aytayaptilar. Balonlarga keladigan bo'lsak, Tigachchi ham, Pritseppi ham balonlari 100% yangi holatda turibdi. Pritseppi 2004-yilda ishlab chiqarilgan Smith Ref bo'ladi. Stenasining qalinligi 7 li stena, agregati Thermaking SL200Y. Eshigini ruchkasi 2 tali ruchkadan, moslari Mersmusda turibdi. Xullas, Pritsepda ham, Tigachda ham egalari hech qanday kamchilik yo'q, ishga tayyor holatda deb aytayaptilar. Qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqami har doimgidek videoni past qismida yozib qoldirilgan bo'ladi. O'zlariga aloqaga chiqib yana batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Andijon shahrida bu fura turibdi, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Boshqa sotuvdagi ko'plab furalarni biza Telegramdagi kanalimizda topishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha barcha sotuvdagi furalar aynan bizda Telegramdagi kanalda bo'ladi. Hammaga rahmat.